Dunyoni Aventura Tour hissiyotim kafolati bu menimcha Aventura Tour to'g'rimi? Bizda Aventura Tour probniy rejimda ochilishi bilan birinchi mijozlari bo'lib Misrga, ya'ni Yegiptga bir haftaga komanda bilan dam olgani borib kelganmiz. Komfortniy, hech qanaqa ashib kelasiz. Zo'r o'ddix bo'lgan. Jazz Mirable Beach. Uni menimcha faqat plyuslari bor. U oilaviylarga ham tushib ketadi, og'aynilar bilan borsa ham tushib ketadigan gastiniца. Ovqatlari, atmosferasi bu top 5 gastinisaga kiradi menimcha. Eng yoqadigan tarafi biza xohlagan chislo, biza xohlagan sanaga bilet qilib berishdi, shu bo'ldi. Har bitta narsa esda qoladi chetga chiqqanda, har bitta kun esda qoladi. Chunki bir kuni divingga cho'milgani borsiz, ertasi kuni parashyutga borasiz, keyingi kuni skuter uchgani borasiz, cho'lga chiqasiz. Har bitta kun esda qoladi yo'lda. Chunki Aventura Tourda Abdurahmon akamni ko'pchilik bilsa kerak, birinchi o'zlari borib ko'rib, u shaharni o'rganib keldilar. Misol Tailandda ham shunaqa qilishdi, Malayziyada ham shunaqa qilishdi. Keyin obunachilarga tavsiya qilishni boshlashyapti. Keladigan mijozlarga menimcha cho'chimasdan kelsanglar bo'ladi. Maza qilib dam olib kelasizlar. Dunyoni Aventura Tour bilan qarang boshla. Dunyoni Aventura Tour bilan birgalikda aylanamiz.